Hammaga salom. 2026 va 2027-yil uchun o'qishga topshirish boshlandi. Xo'p, biz esa oldin videoni qo'yamiz, so'ng tomosha qilib bo'lgach muammolarga to'xtalamiz. Hozir muammolar mavjud. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish. 2026-2027 o'quv yili uchun ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. my.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Agar abituriyent my.uzbmb.uz saytidan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kirish bo'limi orqali telefon raqami, parol va arifmetik ifoda qiymatini kiritgan holda shaxsiy kabinetiga kirishi mumkin. Bundan tashqari, OneID orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Agar abituriyentda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Bunda umumta'lim fanlaridan maksimal ball beruvchi sertifikat ma'lumotlari avtomatik shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan B1 darajadagi milliy sertifikat mavjud bo'lganda, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi milliy sertifikat ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan yoki umumta'lim fanlaridan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikatlar bo'limida sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik va idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida oferta bilan tanishib, tasdiqlagandan so'ng test topshirish hududi va ta'lim tili tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi tanlanadi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida kasbiy ijodiy imtihon mavjud bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun abituriyent o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim tashkilotini tanlaydi. Fanlar majmuasi tanlangandan so'ng, ushbu fanlar majmuasiga mos ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan tanishish mumkin. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin.
qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Ushbu toifadagi abituriyentlar uchun invoice shakllantirilmaydi. Diqqat! Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Biz kirdik. Kirganimizdan so'ng men ozgina o'zimni ishlatayotgan sim kartalarim haqida ma'lumot berib o'taman. UCL, Mobius, Beeline va Ustelecom kabi kompaniyalar tarif narxlarini sezilarli darajada qimmatlashtirgan. 70 ming, 60 ming ham yo'q, hozir 70 ming, 80 ming, 90 ming atrofida. Shunaqangi bo'lyapti. Shu tariflar meni to'g'risi qimmatlik qiladi menga shaxsan. Qimmatlik qilganligi bois va men 2003-yilman maktabni bitirganda 2 marta topshirganman. Biri bepul bo'lgan, ikkinchisida to'lov qilganman va hozir yana qiziqish bilan topshiryapman. Va topshirishda endi bu ikkala topshirishda ham mustaqil o'zim qilganman. Xo'p, bu topshirishda nima bo'lyapti? Bu topshirganman. Topshirganda akkaunt shakllangan menga. Akkaunt shakllangan. Endi 93lik sim karta bilan ro'yxatdan vaqtida o'tganman. Lekin men hozir o'sha akkauntimga ham kira olmayapman va on ID orqali ham kira olmayapman. Xo'p. On ID orqali kirishga uringanman. Mana ma'lumotlarimni berib, on ID orqali kirganman. Ba'zida esa bunaqangi foydalanuvchi mavjud emas deb chiqarib yuboryapti. Xo'p, keyin parolni tiklashga uringanman va men bu yerga telefon raqam 33likni terib ko'rganman. Dastlab yozilmagan va Beeline ning yangi oq mobile degan sim kartasi bilan ham yozib ko'rganman. Yoza olmaganman va keyin meni nomimni yana bitta sim karta Ustelecom orqali ham kirishga harakat qilganman. Kod juda ham kechikib kelgan, ba'zi vaqti tugab qolgan. Shu boisdan o'tolmaganman, kira olmaganman. Hozirda men shunday holatdaman. Afsuski, kodlari vaqtida kelsa ekan kirib ketsam. Chunki ustalikda men o'qish borasida topshirib anchagina staj qilganman va bu borada muammo bo'lishi mumkin emas. Hozir buni ham isbotlayman. Xo'p, men topshirib bo'lyapman. Menda mana bunaqangi oyna chiqib o'sha imkonsiz qilgandan so'ng men hozir bu markazning telefon raqami mana 1195 pastda sal ko'rinmas bo'lib turibdi. Men shunga qo'ng'iroq qildim. Endi hozir abonentlar tanlov qilib aslida operator tanlashadi. Bu Ruxinus ishlatadi. Sharoitidan kelib chiqib, bu Beeline ishlatadi. Sharoitidan kelib chiqib va xullas shunaqa. Bu Ustelecom ishlatadi. Nega ba'zi xo'p, Humanis va o'sha Beeline ning yangi chiqqan operatori oq mobilni qabul qilmas ekan. Nega ba'zida on ID orqali kirib bo'lmayapti? Va men shu savollarni berganimda ba'zi operatorlari buni ko'rib chiqyapmiz, bunda dedi. Shu bilan o'shdi. Nima gapiryapti va gapda u bir joylardan olib kelib, masalan, menga notanish bo'lgan so'zlarni aytib, shunaqa deb
yakunlashdi. Odatda o'zi o'qish topshirishda ba'zi tayyor turish kerak menimcha. Bu anaqalarga. Chunki odamlar urib kiradi bu yerga. Hujjatini topshirgan. Shunday deyishgan, men hayron qoldim. Va yana shu o'rinda aytib o'taman, Ona ID orqali kirmoqchi bo'lsangiz, mabodo siz Ona ID orqali kirmoqchi bo'lsangiz va avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, Ona ID orqali kirsangiz, ya'ni ilovasi bor, Ona ID Play Marketga yozib, osongina kirishingiz mumkin. Bitta shaxsiy indikatsiya va pasporting seriyasi. Agarda oldi kamerangiz ishlamasa, deylik telefoningiz nosoz bo'lsa, login yoki parolni unutishni bosib, pasport jesheringiz va telefon raqamingizni kirsangiz, обязательно kod boradi. Va o'sha koddagi login va parolni to'g'ri mana bu yerga kirsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizga osongina kirib ketasiz. Odatdagiga nisbatan ovoragarchiliklari kamroq bo'ladi. Xo'p. Mana shunday muammo bo'lyapti deb endi men tushunmadim u yerga va bir mana shunday muammo bo'lyapti degandan so'ng ochig'i hozir shunga o'ylanyapman. Endi men shu demoqchi bo'lganim, siz Humans raqamida bo'lsangiz, ishlatayotgan bo'lsangiz, Beeline'ning oq mobile degan sim kartasini ishlatayotgan bo'lsangiz, qiziqish bilan sotib olib ishlatayotgan bo'lsangiz, bu sim kartalar orqali o'tolmaysiz. O'tolmadim chunki amaliyotda sababini ham tushuntirib berishmadi. Va o'tish mumkin Ucell, Uztelecom, Mobius, Beeline orqali. Mana shu orqali o'tishingiz mumkin. Mana bu video 10 kun oldin qo'yilgan ekan. Haligacha topshirmaganlar bo'lsa, topshirib qolinglar. Muddat cheklangan, tezlashgan holda. Xolos, mana shunaqangi gaplar. Va yana bir gap. O'sha yuqoridagi aytib o'tgan 4 operatorimizdan raqam o'zingizning nomida bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizning nomingizda bo'lishi kerak raqam. Oilangizni, aka-ukangizni ko'p holda qabul qilmaydi. Bo'lib qoladi bitta-ikkita, lekin ko'p emas. Odatda bu narsa amaliyotda bo'lmaydi. Xullas, mana shunaqangi gaplar, shularni e'tiborga olingizlar va Ucell, Mobius, Beeline, Uztelecom dan yangi sim karta olishda ichiga bir 5000 ko'proq solingizlar, SMS haqqicha bo'ladi. Hammaga omad, charchamanglar. Xayr, sog'-salomat bo'linglar va keyingi videomizda biz fanlarni tanlash, imtihon bo'ladigan joy va keyin natijalarni olish kabi qaytib natijani olsa bo'ladi. Shular haqida video qilamiz. Xayr, sog'